Assalomu alaykum, Uzbomtiji kanalimizning obunachilari, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, mani Gransaga hamma taniydi Shokir Mollani. Kecha yangi minib keldi Toyota. Obunachilar, pachka. Xo'p, obunachilar, hozir egasidan ham ikki oz intervyu olamiz. Nomerlar mana Tojikistonskiy. Gransa ham bepul bo'lib qoldi, endi arzonroq, qulayroq olib borib kelaveradi, 6 kishi, 5 kishilarni. Qani Mollaboy bir ikki o'z gapirasizmi? Mashinaning oldiga o'tasizmi? Nima deyman? Bir salomatlikda endi ular. Manki Mollaboyimizning o'zidan ham ikki o'z intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Uzbomtijining asarli obunachilari, muxlislari, mana bizlar shu sizlarning xizmatlaringizda. Ko'pchilik mani taniydi bu yoqda. Men shu eskidan shopyorimiz, hamma taniydi bizda. Dokumentlardan o'ylanib o'tirmaysizlar. Gransa masalasi bo'yicha agar savol javoblaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Mana shu yerga nomerni qoldiradi hozir. Mollaboy bir o'zingiz ham nomerni aytib qo'ying. 8925 889 86 53. Bo'ldi Mollaboy. Endi Gransaga borayotganda, kelayotganda bir ham muammo bo'lmaydi inshaalloh, xudo xolasa. Yo'q, muammo yo'q. Muammoni biz uni o'zimiz yo'lda gaplashamiz deyildi. Mayli ishi yo'q ular. Mollaboyimning baynaqsi katta bu Gransa to'g'risida. Ham 20 yillik staj bor. Bayaq birinchi boshlagan mashinaning ichlari obunachilar. Bitta like bosib qo'yingizlar. Endi bunday mashinalar endi asosda o'zimizda ko'pchiligi olib boshladi. Men yangi pachka birinchi yerda podval qilmaydi. Pullari ham arzonroq, qulayroq. Mollaboyimizning nomerini ekran qarshisiga yozib qoldiraman. Hozir salgina obzor qilamiz. Ko'rib borasizlar obunachilar. Pachka kecha kelgan Tojikistondan. Sochlaringni sap-sariqqa bo'yabsan-da, qoshlaringni menga aytmay teribsan-da. Uydaman deb kim qayerda yuribsan-da, o'qiyman deb shaharlarda yurgan qiz. Kecha yana gap bo'libmiz qishloqda, qo'l ushlashib yurgan emishmiz bog'da. Direktorni qiziliging chatoqda, o'qiyman deb shaharlarda yurgan qiz. Hamadalar labingda, tillo zanjir bo'yningda, qolib ketma shaharda, ey qishloqqa qayt.